Diqqat qiling. Bugungi ma'lumot pensiya olayotgan yoki yaqinlari pensiya oladigan har bir oila uchun juda muhim. Gap shundaki, men iyuldan boshlab ayrim fuqarolarning pensiya to'lovi yangi ma'lumotnoma, tasdiqlovchi hujjat yoki yangilangan ma'lumotlar bo'lmasa vaqtincha to'xtab qolishi, ya'ni bloklanishi mumkinligi haqida ko'p savollar paydo bo'lyapti. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, balki masalani oddiy tilda, huquqiy va amaliy tomondan tushuntirish uchun murojaat qilyapman. Chunki ko'p hollarda odamlar pensiyasi to'xtagandan keyin yugurib qoladi, aslida esa oldindan bitta tekshiruv, bitta ariza yoki bitta ma'lumotnoma bilan muammoning oldini olish mumkin. Agar siz pensiya olsangiz, ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan yaqinlaringiz bo'lsa, videoning oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka vaqtida yetib borishi kerak. Men esa endi masalaning asosiy joyiga o'taman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgarishi mumkin va siz aynan nima qilishingiz kerak? Avval pensiya tizimida ko'p jarayonlar, qog'oz hujjatlar, tuman pensiya bo'limiga borib topshiriladigan ma'lumotnomalar, ish joyidan olinadigan tasdiqlar, bank hisob raqami yoki yashash joyi bo'yicha tekshiruvlar orqali yuritilgan. Masalan, odam pensiyaga chiqqandan keyin uning ish staji, ish haqi, nogironlik holati qaramog'idagi shaxslar, yashash manzili yoki boshqa asoslar bir marta yig'ilib pensiya tayinlangan. Keyin esa ayrim holatlarda ma'lumotlar yangilanmasa ham to'lovlar davom etavergan. Bunda tizim ko'pincha fuqaroning o'zi xabar berishiga tayangan. Endi esa davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflikni oshiradi, ortiqcha to'lovlarning oldini oladi, hujjatlarni soxtalashtirish imkonini kamaytiradi. Lekin oddiy fuqarolar uchun bir xavfli tomoni bor. Agar elektron tizimda siz haqingizdagi ma'lumot to'liq bo'lmasa, eskirgan bo'lsa, boshqa idoradagi ma'lumot bilan mos kelmasa yoki sizdan qo'shimcha tasdiq talab qilinsa, pensiya to'lovi vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Men aynan butunlay bekor bo'ladi demayapman. Ko'p holatda gap vaqtincha to'xtatish, tekshiruv yoki qayta tasdiqlash haqida ketadi. Masalan, pensiya oluvchi fuqaroning yashash joyi tizimda boshqa ko'rsatilgan, bank kartasi boshqa hududda ishlatilmoqda. Fuqaro uzoq vaqt davomida to'lovni olmagan, nogironlik muddati tugagan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan, farzandining o'qishi bo'yicha ma'lumot yangilanmagan, chet elga chiqib ketgani bo'yicha ma'lumot mavjud yoki pensiya tayinlashga asos bo'lgan hujjatlarda nomuvofiqlik chiqdi. Ana shunday vaziyatlarda tizim to'xtab turgan, avval aniqlashtiraylik degan rejimga o'tishi mumkin. Asosiy o'zgarish shunda, avval ko'p narsani xodim qo'lda tekshirgan bo'lsa, endi elektron bazalar kesishmasida aniqlanadigan xatolar ko'payadi. Pasport ma'lumotdagi bitta harf, tug'ilgan sanadagi bitta raqam, nikoh yoki familiya o'zgargani, diplom yoki o'qish ma'lumotining bazaga tushmagani ham muammo chiqarishi mumkin. Shuning uchun men bugun har bir tomoshabinga aytaman, pensiya to'xtagandan keyin emas, ay yilga qadar yoki imkon qadar tezroq o'zingizga tegishli ma'lumotlarni tekshirib qo'ying. Birinchi navbatda yoshi bo'yicha pensiya olayotgan, lekin hujjatlarda eski pasport, eski familiya, eski yashash manzili yoki eski bank rekvizitlari saqlanib qolgan fuqarolar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, Alpitaki yoshli onaxon 2019 yilda pensiyaga chiqqan, keyin ID karta olgan. Lekin pensiya bo'limidagi ma'lumotlar eski pasport seriyasi bilan qolgan bo'lishi mumkin. Odatda to'lov kelaveradi, odam sezmaydi. Lekin elektron solishtirish paytida eski pasport raqami va yangi ID karta ma'lumoti mos tushmasa, tizim aniqlashtirish talab qilishi mumkin. Ikkinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan fuqarolar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan masala nogironlik muddati bilan bog'liq. Agar fuqaroning nogironlik guruhi ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, masalan 2025 yil 3 iyungacha keyingi tibbiy ko'rikdan o'tmagan bo'lsa yoki natija elektron tizimga o'z vaqtida tushmasa, iyul oyidan to'lov to'xtab qolishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam tibbiy ko'rikdan o'tgan, lekin ma'lumot bazaga kech tushgan yoki aksincha odam menga avval berilgan. Davom etaversa kerak deb o'ylagan, aslida muddati tugagan bo'lgan. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Ayniqsa 15 yoshdan oshgan. Lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlar bo'yicha
har yili o'qish joyidan ma'lumot talab qilinishi mumkin. Masalan, 19 yoshli talaba otasidan keyin o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olyapti. Agar u haqiqatan kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, bu asos davom etadi. Lekin universitetdan yoki kollejdan o'qiyotgani haqidagi ma'lumot elektron tizimda ko'rinmasa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Bunda bola o'qishni tashlab ketgani uchun emas, shunchaki tasdiq ko'rinmayotgani uchun ham muammo chiqadi. 4-guruh chet elga vaqtincha yoki doimiy ketgan pensionerlar. Bu masala juda nozik. Ayrim fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga farzandlari yoniga ketadi. Lekin pensiya kartasi O'zbekistonda qoladi yoki karta orqali pul yechiladi. Tizimda fuqaroning uzoq muddat mamlakatda yo'qligi, yashash manzili bo'yicha topilmagani yoki bank operatsiyalari shubhali ko'ringani aniqlansa, tekshiruv boshlanishi mumkin. Bu har bir chet elga chiqqan odamning pensiyasi avtomatik to'xtaydi degani emas. Lekin ma'lumotlar nomuvofiqligi bo'lsa, tushuntirish talab qilinadi. 5-guruh pensiyani ishonchnoma orqali olayotganlar. Masalan, otaxon yura olmaydi. Pensiyasini o'g'li bank kartadan olib beradi yoki ishonchnoma asosida rasmiy oladi. Bunday holatda ishonchnomaning muddati, pensionerning tirikligi, yashash joyi, shaxsini tasdiqlash kabi masalalar muhim. Agar ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa yoki pensionerning holati bo'yicha idoralarda savol tug'ilsa, to'lov ushlanishi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar biz yillar davomida shunday olib kelganmiz deb beparvo bo'lmasligi kerak. Agar siz yoshi bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsangiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz o'zingiz nomingizda bo'lsa, pensiyani muntazam olib turgan bo'lsangiz, nogironlik muddati yoki o'qish ma'lumotiga bog'liq qo'shimcha shartlaringiz bo'lmasa, sizda xavf nisbatan past. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men doim aytaman, pensiya masalasida xotirjamlik hujjat tartibidan boshlanadi. Masalan, 16 yoshli fuqaro o'z nomidagi bank kartaga pensiya oladi. Har oy karta orqali to'lov keladi, ID kartasi yangilangan, yashash joyi doimiy ro'yxatda, hech qanday qo'shimcha nafaqa yoki qaramog'idagi shaxslar bo'yicha to'lov olmaydi. Bunday vaziyatda odatda qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinmaydi. Lekin baribir pensiya jamg'armasi bo'limi, Davlat xizmatlari markazi yoki Maybankka bu orqali ma'lumotlar to'g'ri ko'rinayotganini tekshirish foydadan xoli emas. Yana bir misol. Ayol kishi 6 yoshdan oshgan, pensiya tayinlangan, lekin bir necha yil oldin turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan yoki aksincha ajrashgandan keyin eski familiyasiga qaytgan. Agar pasport bazasida bir familiya pensiya hujjatlarida boshqa familiya bo'lsa, to'lov kelib turgan bo'lsa ham kelajakda savol chiqishi mumkin. Demak, xavotir qilish darajasi hujjatlarning mosligiga bog'liq. Birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 2 yoshli otaxon yoshi bo'yicha 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uning ID kartasi yangilangan, lekin bankda eski pasport seriyasi bilan ochilgan karta ishlatilmoqda. Bir qarashda muammo yo'q. Pul tushyapti, karta ishlayapti. Lekin bazalar solishtirilganda bankdagi shaxs ma'lumoti va pensiya tizimidagi ma'lumot o'rtasida farq chiqishi mumkin. Natijada otaxonga bankdan yoki YXT pensiya bo'limidan ma'lumotni yangilash kerakligi aytiladi. Agar u buni vaqtida qilmasa, keyingi oyning to'lovi kechikishi ehtimoli bor. Ikkinchi misol. Andijonda 20 yoshli talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Pensiya miqdori deylik oyiga 800.000 so'm. U kunduzgi bo'limda o'qiydi. Lekin yodgi ta'til oldidan universitet ma'lumotnomasi topshirilmagan yoki elektron tasdiq uzatilmagan. Tizim talaba hali o'qiyaptimi yoki o'qishdan chetlatilganmi aniq ko'rmaydi. Shunda to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Talaba keyin dekanatdan ma'lumotnoma olib boradi, ariza yozadi, ma'lumot kiritiladi va to'lov qayta tiklanadi. Lekin bu jarayonda bir oy yoki undan ko'proq vaqt kechikish bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Qashqadaryoda nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning tibbiy xulosasi 3 yilda tugaydi. U iyul oyida yana ko'rikdan o'taman deb o'ylaydi. Lekin aslida to'lov muddati tugagandan keyin tizim avtomatik ravishda tekshiruvga tushadi. Agar yangi xulosa 1 yilgacha yoki belgilangan muddatda kiritilmasa, pensiya to'lov to'xtashi mumkin. Bu yerda pensiya jazolash uchun to'xtatilmaydi. Asos muddati tugagani uchun to'xtatiladi. Fuqaro ko'rikdan o'tib guruh tasdiqlansa, qonunchilikda belgilangan tartibda to'lov qayta tiklanadi. 4-misol.
Samarqandlik pensioner qizi bilan Turkiyada 7 oy yashab keldi. Uning pensiya kartasidan O'zbekistonda nabirasi pul yechib turgan. Agar tizimda fuqaro mamlakatda uzoq vaqt bo'lmagani, kartadan boshqa odam foydalanayotgani yoki yashash joyida tasdiqlanmagani bo'yicha savol tug'ilsa, pensiya bo'limi aniqlashtirish so'rashi mumkin. Bunday vaziyatda pensionerning o'zi qonuniy vakili yoki ishonchli shaxs hujjatlarini to'g'irlashi kerak bo'ladi. Aks holda to'lov vaqtincha ushlanishi mumkin. Eng katta xato shuki, odamlar hammaning pensiyasi bloklanar ekan deb vahimaga tushadi. Yo'q, men bunday demayman. Har bir holat alohida ko'riladi. Pensiya to'lovi odatda qonuniy asos bo'lmaganda, ma'lumotlar tasdiqlanmaganda, ortiqcha to'lov xavfi tug'ilganda yoki fuqaroning maqomi aniqlashtirilmaganda to'xtatiladi. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, to'lovingiz davom etishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, ma'lumotnoma deganda faqat bitta standart qog'oz tushunilmasligi kerak. Kimdandir o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Kimdandir tibbiy xulosa kerak bo'ladi. Kimdandir yashash joyi yoki shaxs tasdiqlovchi ma'lumotni yangilash talab qilinadi. Kimdandir bank rekvizitlarini to'g'rilash so'raladi. Ya'ni yangi ma'lumotnoma iborasi amalda turli vaziyatlarda turlicha hujjatni anglatishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, hujjat topshirilgani bilan ish tugamasligi mumkin. Masalan, fuqaro ma'lumotnomani olib bordi. Lekin xodim qabul qilganini tasdiqlovchi raqam yoki ariza nusxasini bermadi. Keyin hujjat yo'qolsa yoki tizimga kiritilmasa, fuqaro men topshirgandim deb isbotlay olmay qoladi. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Ariza topshirsangiz, kirim raqamini oling, elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Hujjat nusxasini telefonga rasmga olib qo'ying. 4-chi nozik jihat. Ortiqcha to'langan pensiya keyin qaytarib undirilishi mumkin. Masalan, talaba o'qishdan chetlatilgan, lekin bu haqda xabar bermagan va yana to'y o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olgan. Keyin tizim buni aniqlasa, davlat siz asos bo'lmagan davrda pul olgansiz deb qaytarishni talab qilishi mumkin. Bu qarzdorlik bo'lib qoladi. Shuning uchun ma'lumot o'zgarsa, ya'ni ishga kirsangiz, o'qishni tugatsangiz, nogironlik guruhi o'zgarsa, chet elga doimiy yashashga ketsangiz, buni yashirmaslik kerak. 5-chi nozik jihat, bank kartasi masalasi. Pensiya odatda pensionerning o'z nomidagi hisob raqamiga tushishi kerak. Agar karta yo'qolgan, muddati tugagan, bank almashtirilgan yoki hisob raqami yopilgan bo'lsa, to'lov qaytishi yoki ushlanishi mumkin. Ba'zan odam pensiya tushmadi deydi. Aslida bank kartasi muddati tugagan bo'ladi. Shuning uchun karta amal qilish muddatini, SMS xabarnomani, bank ilovasidagi hisob holatini ham tekshirib qo'ying. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingizdagi familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR raqami. Yashash manzili pensiya tizimidagi ma'lumot bilan mos bo'lishi kerak. Buni tuman pensiya bo'limida, davlat xizmatlari markazida yoki elektron xizmatlar orqali tekshirishingiz mumkin. Agar internetdan foydalana olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy parol va karta ma'lumotlarini begonalarga bermang. Ikkinchi qadam, pensiya turi bo'yicha asos hujjatlarni aniqlang. Agar siz yoshi bo'yicha pensiya olsangiz, odatda asosiy e'tibor shaxsiy ma'lumot va bank rekvizitlariga qaratiladi. Agar nogironlik pensiyasi olsangiz, tibbiy xulosa muddati va guruhingizning amaldagi holatini tekshiring. Agar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, farzandning yoshi, o'qish shakli va ta'lim muassasasidan tasdiq muhim. Agar ishonchnoma orqali pensiya olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati va qonuniyligi tekshirilishi kerak. 3-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Men tavsiya qiladigan eng zarur hujjatlar: ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank karta yoki hisob raqam ma'lumotlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Agar kerak bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat. Hamma odamga ham bularning bari kerak emas. Lekin o'zingizga tegishlisini oldindan tayyorlab qo'ysangiz, navbatda sarson bo'lmaysiz. 4-qadam, pensiya bo'limiga borganingizda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizdan ma'lumotnoma talab qilinsa, aynan qaysi hujjat kerakligini, qaysi muddatgacha topshirish kerakligini, to'lovga ta'siri bor yo'qligini yozib oling. Ariza yozsangiz shunday mazmunda yozing.
Mening pensiya to'lovim uzluksiz davom etishi uchun shaxsiy ma'lumotlarimni tekshirib berishingizni va zarur bo'lsa yangilashingizni so'rayman. Agar pensiya to'xtagan bo'lsa, pensiya to'lovim nima sababdan to'xtatilganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va qayta tiklash tartibini ma'lum qilishingizni so'rayman deb murojaat qiling. 5-qadam telefon qo'ng'iroqlaridan ehtiyot bo'ling. Bunday yangiliklar chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Kimdir telefon qilib, pensiyangiz bloklanmasligi uchun karta raqamingizni SMS kodini ayting desa, ishonmang. Hech bir rasmiy idora sizdan SMS kod, bank karta paroli yoki PIN kod so'ramaydi. Pensiya masalasi bo'yicha faqat rasmiy bo'limga boring. Rasmiy sayt yoki rasmiy telefon orqali ma'lumot oling. Ayniqsa yoshi katta ota-onangizga buni alohida tushuntiring. 6-qadam. Agar pensiya to'xtab qolsa, vahima qilmang, lekin suskashlik ham qilmang. Birinchi kuni bankdan to'lov kelmaganini tekshiring. Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Sababini yozma so'rang. Qaysi hujjat yetishmayotganini aniqlang. Hujjatni topshirganingizdan keyin ariza raqamini oling. Agar masala cho'zilsa, yuqori tashkilotga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qiling. Har bir murojaatda sana ism, telefon raqami, pensiya turi va muammo aniq yozilishi kerak. 7-qadam, yaqinlaringizni ham tekshirib chiqing. Ko'p hollarda pensionerning o'zi bunday ma'lumotlarni tushunmaydi. Internetdan foydalana olmaydi yoki idoraga borishga qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, qarindoshlar yordam berishi kerak. Lekin yordam degani karta pulini nazoratsiz ishlatish emas, hujjatni tartibga keltirish, navbatga yozish, ariza to'ldirish, rasmiy javobni tushuntirish degani. Agar oilada 3 nafar pensioner bo'lsa, har birining holati alohida tekshiriladi. Men sizga oddiy ro'yxatni tavsiya qilaman. Bir varaq qog'ozga pensionerning to'liq ismini, JSHR raqamini, telefon raqamini, yashash manzilini, pensiya turini, pensiya tushadigan bankni, karta amal qilish muddatini, agar bor bo'lsa nogironlik xulosasi tugash sanasini. Agar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, o'quvchining yoki talabaning o'qish muddati va ta'lim shaklini yozib qo'ying. Shu oddiy ro'yxatning o'zi ko'p muammolarni oldindan ko'rsatadi. Masalan, ro'yxatni to'ldirib turib ko'rasiz. Karta avgustda tugarkan, tibbiy xulosa iyunda tugarkan, talabaning ma'lumotnomasi o'tgan yilga ekan, yashash manzili eski ekan. Ana shunda muammo chiqmasdan oldin harakat qilasiz. Agar kutib o'tirsangiz, iyulda to'lov kelmay qoladi. Keyin navbat, asab, hujjat, qayta murojaat boshlanadi. Yana bir muhim masala, agar pensioner vafot etgan bo'lsa, qarindoshlar pensiya kartasidan pul yechishda davom etmasligi kerak. Bu juda jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Vafot etgan shaxs nomiga tushgan to'lovlar noto'g'ri olingan pul hisoblanadi va keyin qaytarilishi talab qilinadi. Shuning uchun bunday vaziyatlarda tegishli idoralarga vaqtida xabar berish kerak. Xulosa qilib aytaman. 1 iyuldan keyin hammaning pensiyasi avtomatik bloklanadi deb vahima qilish noto'g'ri. Lekin hujjatlari eskirgan, ma'lumotlari mos kelmaydigan, nogironlik muddati tugagan, o'qish ma'lumoti yangilanmagan. Bank rekvizitida muammo bor yoki pensiya ishonchnoma orqali olinayotgan fuqarolar albatta ehtiyot bo'lishi kerak. Eng to'g'ri yo'l bu gunoh ma'lumotlarni tekshirish, kerakli hujjatlarni tayyorlash va rasmiy idoradan aniq javob olish. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Pensiya masalasida keyin ko'ramiz degan yondashuv qimmatga tushishi mumkin. Bitta ma'lumotnoma, bitta ariza yoki bitta yangilangan karta bir oylik pensiya kechikishining oldini oladi. Ayniqsa yoshi katta ota-onangiz, nogironligi bor yaqinlaringiz, o'quvchisini yo'qotganlik pensiya olayotgan bolalar bo'lsa, ularning hujjatini albatta tekshiring. Sizning hududingizda bu masala bo'yicha qanday talab qo'yilyapti? Pensiya bo'limida sizdan qanday ma'lumotnoma so'rashdi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foydalansin. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumot vaqtida yetib borsa, kimningdir pensiyasi to'xtab qolishining oldini olishi mumkin.